Mana hurmatli hamkorlar, sizlarga hozir Gunesh kremimizni qanday ishlatishini ko'rsatib beraman. Qaranglar, ko'pchilik ochganda bilasizlar, bizning mahsulotlar to'la bo'ladi. Ochganda ko'pgina chiqib ketadi. Men buni ishlatganim uchun uncha ko'p chiqmadi. Lekin ko'pgina chiqib ketgani hisobiga, endi biz o'zbekimizku uvol bo'lmasin deb ko'pgina surkab olishadi yuziga, keyin va menga yoqmadi, juda ham slishkom oqartirib yubordi terimni deyshadi. Lekin o'z aslida buni juda ham ozgina ishlatamiz. Bo'ladi. Ozgina yetadi. Ozgina yetadi. Va iloji bo'lsa, terilaringni shu Gunesh kremini ishlatmasdan oldin sviritka bilan to'yintirib olinglar. Chunki SPF ni hech qachon o'zini ishlatmaysizlar. Har doim tagidan namlantiruvchi krem yoki sviritka surkashlaring kerak. Terini oldin namlantirib, oziqlantirib olish uchun. Mana qizlar ko'ringlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli qilib qo'ydi. Ham oqartirib qo'yadi, ham quyoshdan himoya qiladi. Ko'rdinglarmi? Razitsani ko'ryapsizlarmi? Mana hurmatli hamkorlar, sizlarga hozir Gunesh kremimizni qanday ishlatishini ko'rsatib beraman. Qaranglar, ko'pchilik ochganda bilasizlar, bizning mahsulotlar to'la bo'ladi. Ochganda ko'pgina chiqib ketadi. Men buni ishlatganim uchun uncha ko'p chiqmadi. Lekin ko'pgina chiqib ketgani hisobiga, endi biz o'zbekimizku uvol bo'lmasin deb ko'pgina surkab olishadi yuziga, keyin va menga yoqmadi, juda ham slishkom oqartirib yubordi terimni deyshadi. Lekin o'z aslida buni juda ham ozgina ishlatamiz. Bo'ladi. Ozgina yetadi. Ozgina yetadi. Va iloji bo'lsa, terilaringni shu Gunesh kremini ishlatmasdan oldin sviritka bilan to'yintirib olinglar. Chunki SPF ni hech qachon o'zini ishlatmaysizlar. Har doim tagidan namlantiruvchi krem yoki sviritka surkashlaring kerak. Terini oldin namlantirib, oziqlantirib olish uchun. Mana qizlar ko'ringlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli qilib qo'ydi. Ham oqartirib qo'yadi, ham quyoshdan himoya qiladi. Ko'rdinglarmi? Razitsani ko'ryapsizlarmi?